Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali dunyoga kelmagan o'zlarining sunnatlarini ushlagan kishilarni birodarlarim dedilar. Biz har qancha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam deb ming tillarimizda u kishining nomlarini eshitganda salovatlar aytsak-ku, u kishi ummatim demasa bizga foydasi yo'q buni. U kishi birodarlarim dedilar. Kimni aytyaptilar? Sunnatlarini mahkam ushlagan kishilarni. Shunda shu o'rinda shu narsani keltirish munosibki, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu umraga chiqib ketayotganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ey birodar, duoda esdan chiqarib qo'ymang" dedilar. Umar ibn al-Xattob ikkinchi xalifamiz, shunchalik martabalari Alloh o'zi biladi qanchalik martabalarni balandligini. Islomda adolat qilgan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan zarracha siljimagan kishi shu meni birodar deb ataganlari uchun dunyoni hammasi bo'lganligidan ko'ra shu so'zlari menga qimmatli turadi dedilar. Meni birodar dedilar deb. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnatlarini ushlab hali ko'rmagan kishilarni Umar ibn al-Xattobni qatoriga qo'yib turib, birodarlarimni bir ko'rsamidi dedilar. Mana bu narsani biz tushunishimiz kerak. Biz qayerga ketayotganligimizni bilishimiz kerak mana bu so'z bilan. Birodarlarimni bir ko'rsa, biz uchun bu so'z ham butun dunyoning mulki bizga bo'lgandan ko'ra bu narsa, bu so'zlari qimmatbaho bo'lishi kerak edi. Lekin bizning qalbimiz o'lganligi uchun, ochiq bo'lmaganligi uchun, Umar ibn al-Xattobning qalblari ochiq bo'lganligi uchun, "Ey birodar, duoda esdan chiqarib qo'ymang" degan so'zlarini dunyoni hammasi meniki bo'lganligidan ko'ra so'zlari qimmatbaho dedilar. Demak, bu yerda ularni Havz-i Kavsarda kutib turib, ularni men chaqiraman dedilar. Chaqirganda innahum baddalu ba'daka, sizdan keyin diningizni o'zgartirib olgan bu odamlar deganda, so'xdan yo'qolsin bo'lmasam deyman dedilar. Inson shunday joyda, shunday ulug' joyda Havz-i Kavsarni huzurida butun rahmatan lil alamin sayyidul bashariyya, sayyidul anbiyo shunday chaqirib turgan soatda haydalishligini ko'zdan kechirib qo'ysin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinini o'zgartirib boshqacha talqin qilayotgan odam.